Jigarlarga joni qurbon, mehri bo'lak. Jigarlari baxti uchun joni halak. Olib bermang, mayli unga bitta ko'ylak. Ammalarni yaxshi ko'ring, ammalarni. Alo. Allo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Barnoxon Hoji opajonim, sog'misiz, salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz ham? Alhamdulillah. Mana shunday quvonchli kunlarda, muborak kunlarda. Rahmat. Alomi. Amin. Alloh akbar. Yaxshimisiz o'zingiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Tanimadim sizni. Alhamdulillah opajonim, biz ham a'lo kayfiyatdamiz. Avvalambor mana shunday muborak kunlar, qo'shaloq bayramlar, Hayit bayramingiz kelayotgan, Navro'z bayramingiz sizga muborak bo'lsin. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Buncha tillaringiz shirin sizni. Kimsiz? Menga tanishtiring o'zingizni. Albatta tanishtiramiz. Muborak bo'lsin qo'shaloq bayramlar, Hayit ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Tashakkur opajonim. Tashakkur. Barokat ila boshlangan kun sizga faqat quvonchlarni hadya etsin. Hamisha aziz mukarram bo'lib yuring. Biz Telegram ijtimoiy tarmoqlarida o'z faoliyatini olib borayotgan Yaqin insonimga izhorim tabriklar loyihasidan sizni bezovta qilyapmiz. Loyiha boshlovchisi Mashallah. Feruza Bonu bilan jonli muloqotdasiz. Voy Feruza Bonu, yaxshimisiz aslanım? Sog'ligingiz yaxshimi? Alhamdulillah. Charchadik. Ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Sizga ham bayramlar muborak bo'lsin. Sizni tabriklab qo'yish maqsadida bizga bog'langan yaqin insonlaringiz borlar. Ular o'zlarining ajoyib tabriknomalarini, dildan chiqqan haqiqiy dil so'zlarini siz uchun qoldirganlar. Nima deb o'ylaysiz? Kim bo'lishi mumkin sizni shu qadar hurmat qilib, qadrlab yurguvchi yaqin insonlaringiz? Nima bo'lishi mumkin ekan? Kelinlarim oldimda, bularni qilmaydi bilaman. O'g'illarim oldimda, ular ham bunaqa narsalarni bilishmaydi bilaman, aniq bilaman. Endi menimcha Shohida kelinimmikin, yo jiyanlarimmikin, ular qilib yurishadi-ku bunaqa ishlar. Sizni sevguvchilar ko'p ekan, qadringizni bilguvchilar ko'p ekan. U kishi mening mehribonim, siymolari otajonim. Men shunday inson bilan izdosh ekanman, faxrlanaman. Yaxshi yomon kunimda hamisha turib beradilar deya ta'kidlab o'tdilar. Jiyanlar orasidan. O'g'il bolami, qiz bolami? O'g'il bolalar, qizlar ham bor. Mashallah. Boboxonmikin, mehrimikin? Yana kim bo'lishi mumkin? Yaxshi yomon kunimda, sog'u bemor holimda. Sardormi? Albatta. Ammalik muhabbatingiz hech ham adashmadi. Ammajonisiman deyman, bitta ammajonisiman. Albatta, ammalik muhabbatingiz hech ham adashmadi. Sizni dunyo qadar sevadigan, bir tabassum qilsalar bas, borimni beraman deya Sardorbek, Eldorbek, Madinaxon, kelin qizlaringiz Ozodaxon, Sanobarxon siz uchun ajoyib tabriknomalar yo'llab qoldirganlar. Ijozat berasizmi? Ijozat berasizmi? Jigarlarning tabriknomalarini qabul qilib olasizmi? Albatta. Hayajondaman, eshitmayman. Kelinlarim bilan eshitmayapmiz hammamiz. Rahmat sizga ham, hurmatingiz va ajratgan vaqtingiz uchun. Assalomu alaykum yuzlari nurligim. Qo'llari hamisha duoda to'lib turganim, mehribonim, qadrlari osmonim, hurmatlarga sazovorim. Mening fayzu barokatim ammajonim. Men sizni ushbu muborak kun, qutlug' ayyom, Rasulimizga ummat bo'lganlar bayrami, ahli musulmonlar bayrami bilan, Hayit bayramingiz bilan tabriklayman. O'zimning muslima ammajonim, soliha, qoriya, oqila ammajonim, sabrli, qanoatli, bardoshli ammajonim. Ushbu go'zal kunlar sizga qutlug' bo'lsin. Malak yuzli ammajonim, siymolari otajonim, ilohim dunyo turguncha turing. Baxtimizga hamisha sog'-omon bo'ling. Gullarimning sarasi ammajonim, borligingiz o'zi baxtdir. Xonadonimni nurga, ziyoga to'ldirib kelasiz. Baxtga, quvonchga to'lib kelasiz. Sog'ligingiz o'zi davlatdir. Sizdek inson ila qondosh ekanman. Robbim meni suyib sizga izdosh qilib qo'yibdi. Ishoning, men omadliman. Duolaringiz sabab qaddim raso, boshim osmon, hamisha omad otidaman. To'ylarimda o'zingiz bosh bo'ling, menga suyanch tog' bo'ling. Atirgulimning a'losi ammajonim, haj umra safarlariga birgalikda takror borish, hoji otalar, hoji onalar bo'lish, siylay rahmli ekanmiz. Inshaalloh jannatlarda ham o'ynab kulib yurishlik bizlarga nasib bo'lsin. Amin. O'zimning parvonam, giryonam, onamdek farishtam.
Bizning hayotimizda sizning o'rningiz, hurmatingiz o'zgacha. Bizning sizga bo'lgan muhabbatimiz, mehrimiz, sevgimiz o'zgacha. Choptiradi omad degan otingizni. Yashiradi, to'g'irlaydi xatongizni. Sizdan-da zo'r qadrlaydi otangizni. Ammalarni yaxshi ko'ring, ammalarni. Jiyanga xos burchingiz bor bo'yningizda. Chopib xizmat qilar to'yingizda. Bittagina rasmi bo'lsin uyingizda. Ammalarni yaxshi ko'ring, ammalarni. Kulgu berib turing mahzun yuzlariga. Taftingizni tuting yurak muzlariga. Ko'zlaringiz o'xshab ketar ko'zlariga. Ammalarni yaxshi ko'ring. Ammalarni deya mana shunday ajoyib tabriknomalarni mehribon jigarlaringiz nomidan qabul aylaysiz opajon. Umri uzoq bo'lsin jigarlarimni, otasini, onasini, joylari jannatda bo'lsin, qabrlari to'la nur bo'lsin. Ilohim, meni shunaqa hurmat qilib, shunaqa tabrik yuborishdi. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Meni xursand qilganlarni Alloh xursand qilsin. Rahmat, singlim Feruza bonim, sizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Ilohim. Mana shunaqa chiroyli kunlarda yana xursand qildinglar. Allohim doim xursandchiligida, yaxshiligida yuringlar ilohim. Rahmat. Ilohim, jiyanlaringiz aytib o'tdilarki, amajonimiz bizning ham onamiz, ham dadamiz, bizning ota-ona o'rnida ota-onamiz deb ta'kidlab o'tdilar. Amajonimizning ko'ngillari nozik, u kishini ko'ngillarini oling. Qancha go'zal ta'rif so'zlaringiz bo'lsa, amajonimni ta'riflang deb ta'kidlab o'tdilar. Rahmat, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Tilim ojiz gapirishga. Xursand bo'lib ketdim. Rahmat. O'z farzandingizdek ko'rasiz, to'g'rimi? Albatta, afzal ko'raman ulardan. Hamma jigarlarimni, bolalarini ustun qo'yaman, hammaligini yaxshi ko'raman. Hammasini o'rni o'zigacha. Albatta. Bu jigarlarim mana otasi vohli, onasi vohli o'tib ketishgan. Shularni otasi, onasi mamma aytganidek borib xabar olib turamiz, mayli. Ilohim, yetim bular yosh qolgan ota-onasidan Alloh rozi bo'lsin, mayli. Umrlari uzoq bo'lsin, ilohim. Jigarimni, kelinimni joylari jannatdan bo'lsin, qabrlari to'la nur bo'lsin. Ilohim. Shunaqa farzandlar qoldirgan orqasida ilohim umrlari uzoq bo'lsin bolalarni. Meni hurmat qilishdi, Alloh hurmati izzatida bo'lib yursin, ilohim. Biz ammajonimizga suyanib yashaymiz, otamiz, onamiz yo'q deb hisoblamaymiz deya ta'kidlab o'tdilar. Rahmat, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Xursand bo'ldim. Xudo xolisa borib hammasini ko'zlaridan o'pib qo'yaman inshaalloh. Albatta. Ammajonim deb borsam joy topishamiz. Kelinlarim ham, o'sha jiyanim Madina, Sardor, Eldor, Alloh rozi bo'lsin hammaligidan. Albatta. Ammajonisiz, siz jigarlaringizdan rozimisiz? Xursandmisiz ulardan? Albatta, men roziman. Xursandman. Shunday jigarlarim boridan. Allohga beadad shukronalar bo'lsa ilohim. Bir oy ro'zani maza qilib mana bugungi hayit kuni menga juda katta hadiya bo'ldi, katta sovg'a bo'ldi menga bu. Hayotimda birinchi marta tabriklar menga telefon, nima deydi, Feruza bono orqali. Ilohim davomiy bo'lsin xursandchilik kunlaringiz. Rahmat. Keling Feruza, dasturxonimiz tayyor. Adres tashiyman, keling. Tashakkur opajonim. Meni xursand qildingiz, men ham sizni xursand qilay, keling. Tashakkur opajonim, chiroyli so'zlar uchun, duolar uchun. Hamisha xursandchilik kunlaringiz ko'p bo'lsin. Mana shunday mehribon jigarlar, farzandlar ardog'ida bo'lib yuring. Yaxshi kayfiyatda o'tkazib oling, salomat bo'ling. Rahmat. Kattakon sog' bo'ling. Keyingi hayitlarga ham shunaqa yaxshi tabriklarni eshitishga nasib etsin menga yana. Inshaalloh. Rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p, rahmat kattakon. Har bir dardu g'amlarga tabib, bir inson bor bo'lmaydi topib. Bugun unga muhtojmiz bizlar. U Muhammad Allohga habib. Holimizni ko'rsalar edi, oramizda yursalar edi. Chora topilar har dardga shaksiz.
siz Rasululloh bo'lsalar edi. Sunnatlarin bajarib suyub, yuzlariga yuzimiz qo'yib, quchoqlasak qaniydi to'yib, Rasululloh bo'lsalar edi. Sunnatlarin bajarib suyub, yuzlariga yuzimiz qo'yib, quchoqlasak qaniydi to'yib, Rasululloh bo'lsalar edi. Har bir dardu g'amlarga tabib, bir inson bor bo'lmaydi topib, bugun unga muhtojmiz bizlar. U Muhammad Allohga habib. Yetim haqqin yemasdi boylar, qurmas edi tillo saroylar, bo'lmas edi ishratgoh joylar, Rasululloh bo'lsalar edi. Yetim haqqin yemasdi boylar, qurmas edi tillo saroylar, bo'lmas edi ishratgoh joylar, Rasululloh bo'lsalar edi. Har bir dardu g'amlarga tabib, bir inson bor bo'lmaydi topib, bugun unga muhtojmiz bizlar. U Muhammad Allohga habib. Yo Habibim, yo Muhammad, yo Rasulim, yo Muhammad. Sizga bo'lsin ummatingizdan durud salom.